Xitay Türkiye filmlerideki Şarkı Türkistan gün tertibiga qarşı numussizlarcha vosita qo'llandi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta bu Xitoy tajovuzchilarininki, ya'ni qilchilik yuzi chimildab qolmaydigan darajada numussizligini pat-pat holatda boshqa davlatlarga bildirgan ifodalarni ko'rib olamiz. Bu qatimmi bu numussizlikni ishlatib dünyada hem Türkiye'de bir rasvo bo'lganligini aslida bilsa Xitoy rasvo bo'ldi desek bo'ladi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek Türkiye'de alayda qarshilashga erishgan televiziya teatri Fatihlar Sultani Mehmet ko'p qismli televiziya teatri qo'yilyapti. Yillardan buyon nihoyatda olqishga erishgan, dunyodagi nurg'un tillarga tarjima qilinib Türkiye'nin bulam emas başka nurgun tarihi filmlerimi yıllardan buyon bütün dünyada yüzlügen devletlerde qo'yilayotganligini bilamiz. Nihoyatda cho'ng ta'sir ko'rsatayotgan bir filmde bu yerda Uyg'urlarga atalgan bir necha minutlik ko'rinish Xitoyni qattiq bearam qilgan bo'lib, Xitoy numussiz vosita bilan Türkiye'nin aloqador organlariga, shaxslarga besim tushirishga urindi. Alakadar haberde ma'lum bo'lishicha, Xitoy rejimi Sharq Turkistondagi Mahmud Yaqub ismli bir Uyg'urning nomi orqali Turkiyada qo'yilayotgan Fatihlar Sultani Mehmet nomli televiziya teatrining 66-qismidan o'rin olgan Yarkent xalqi elchilarining Fatih Sultan Mehmet bilan ko'rishganligi, Uyg'urlarning Xitoyning zulmiga uchrayotganligini aytganligi haqidagi ko'rinishning haqiqatga uyg'un bo'lmaganligi, Uyg'urlarni va Xitoylarni kamsitadigan, haqorat qiladigan ifodalarning borligini da'vo qilib, Xitoy advokatlik idorasiga vakolatnoma bergan. Amaliyotda bu Xitoyninki albatta Turkiyada bu xabarni kun tartibga ilib kelguvchilarmi butunlay Mao zihniyatidagi Turkiyadagi muxolif media kanallari, torbatlari, kanallari kun tartibga keltirdi. Boshqa kanallarga, mayli davlat televiziyasi bo'lsin, hech qaysi bu Xitoylarninki bu kun tartibga ilib kelgan bu narsaga parvo qilib qo'ymadi aslida. Kun tartibga bular ilib kelgandan ijtimoiy fikr vositlarida g'ulg'ul qo'zg'agan bir masala bo'ldi. Xabarni amaliyotda ularning bergan xabar shaklida Xitoy alayda bir Uyg'urni akilib bir Mahmud Yaqub ismli bu Uyg'urga shikoyat qilib, xuddi u yerdagi bizning Sharq Turkistonda shu Turkiyada qo'yilayotgan barliq filmlar Eçiplam konupkin besipli xalığanla Uyg'urlar ko'ralaydigandek. Yillardan buyon Sharq Turkiston xalqi o'z vaqtida bu tarixiy film emas, yani tamamen uydurilgan Türkiye'nin har qanday bir filmini ko'rganligi uchun sonini biz bilamaymiz albatta. Shu Türkiye'nin o narsasini ko'rdik, bu narsasini ko'rdik deb turmada yotgan, tutib ketilgan sanoqsiz xalqimiz bor. Türkiye'nin qaysi filmini bugun Uyg'ur echib ko'ralaydi? O'ylab boqaylik yani. Bu derecede numussizlarcha bir Uyg'ur ko'rib, uning ichidagi narsani amaliyotda bunun keyinda tamamen perdenin keyinda Xitoyning qilayotganligini normal bir yani kichik bolama bilalaydigan darajada hamda. Xitoy xudo perdening og'zini o'tib olib, Uyg'ur buni shikoyat qilib, Uyg'ur ko'rib, voy mening Uyg'ur millatimga haqorat qilgan so'zlar va buning ichida Xitoy xalqiga haqorat qilgan so'zlar ishlatilibdi. Bu tarixiy ma'lumotlarga, tarixiy bu zaman meselesiga uygun kelmagan bir narsalar var bu deb. Uyg'ur qo'pib, Uyg'urning og'zi bilan bir tarix advokatga vakolat berib, u Uyg'ur, u advokat qo'pib, uning kendidan tarix ma'lumoti va organga shu filmdagi, shu qismdagi masalalarni tarixiy zaman meselesida uyg'un kelamdiki bu yerda nimalar so'zlandi deganga, uningdan bir dokulat elib, u dokulatga asosan Turkiyadagi TRT'ga ve şu filmni işləyiciga senariya yazğıcı, film işləyiciga hammasiga ayrim holatda ogohlantirish qayta avatganligini mayadagi Xitoyning so'zchilari, Xitoydan bakrak Xitoy bo'lib so'zlaydigan kanallar va shaxslar buni kun tartibga keltirib, ijtimoiy fikr vositalarini qo'chishga tirishdi. Deganimizdek uzun xabar tafsilotini to'g'rimizda berdik. Shuning bilan bu yerda TRT resmi organ bo'lib bilan bunga javob berishga arzimaydiganligini bilganligi uchun qat'iy bunga javob bermadi. Ammo Fatihlar Sultani film shu Mehmetniki film ishliguvchisi
Ayyub Gökhan Özekin bolsa X hesabida Xitoyga rasman hem Xitoyga hem Turkiyadagi Xitoyning zuvandozlariga yuziga eng qattiq urilgan şapalaq misali cevap verdi X hesabida. Ve bu minglagan, yüz minglagan kishilar tarafidan haqiqatan o'g'alvoldek javob bo'ldi bu deb Türk xalqining olqishiga erishdi bu javoblar. Biz uni albatta shu kunlar ijtimoiy uchur vositalarimizda xabarlarimizda ba'duq tafsiliy holatda xulosiga gap bu yerda degan so'zi Ayyub Gökhan Özekin'ninki. Pushaymon qilmaymiz. Zurur bo'lsa yana ishlaymiz. O'zlari aytishni talab qilibdi Xitoy. Lekin Sharq Turkiston va Uyg'ur turklarini yetarli darajada kun tartibga elib kelolmaganligimiz uchun uzr aytamiz. Mush so'zlarda chiqadi-ku. Uzr aytamiz. Yetarli qilamadik buni. Buningga uzr aytamiz agar uzr aytish to'g'ri kelsa. Sharq Turkiston ummatining yetimidir. Uyg'urlarga kichikgina bo'lsin madad bo'la olgan, kuldiradigan bo'lsak, bu bizga xushallik beg'ishlaydi deganlarni ta'kidlab, so'zning oxirida so'zchi televiziyasi uni o'tirib qo'yganligi uchun Xitoyning suvani bu so'zchilik qilayotgan bular sizlar bu xabarni ya'ni Xitoydan haq elib turib kun tartibga olib keldingmi yoki unda o'z ixtiyoring bilan olib keldingmi buni bilmayman, ammo sen so'zchilikni qilayotgan Xitoyga yana so'rab beqinglar, boshqa deydigan bir gap bormikan deb oxirlashtirdi bu ekstiki so'zini. Demak, nihoyat güzel bir javobini olgan bo'ldi. Televiziya teatrining beshida Xitoyning shunchalik nomussizligini yana ko'rib olsak bo'ldi. Bu hikoya va personajlar tarixdan ilhom elinib to'qib chiqildi deb har filmning beshida bu xat chiqqandan oldin boshlandi. Mayli tarixiy film bo'lsin, bu bir hujjatli film emaski, yani har narsa dokulat bir narsa uyg'un kelishi. Film ismi ustida film yani. Bunun nurgun narsini to'qib, nurgun hayajonli sahnalarni o'tirib qo'yish kerak. Buni bilmaydigan yerda emas, ammo bu ushuq nomussiz Xitoylar bu shaklda bir maydon o'yin o'ynamoqchi bo'ldi o'zicha, ammo rasvo bo'lib nimaning qachadigan bo'ldi oxirida. Demak, qolgan tafsilotini va xalqimizmi nurgun inkoslarni bildirgan bo'ldi buningga. Ammo bilisizlar, bak ko'p uzatishning hojati yo'q. Ko'rmaganlar bo'lsa, ko'rishinglarni tavsiya qilamiz bu filmni.